Sher? O'rtoq, Aynen, yaxshimisan? Sher o'rtoq, yarim kechasi naq yuribsan. Tinchlik ish qilib, nastreniya yo'q o'xshaydi. O'rtoq, oldinga muhtojlikdan qarz so'rab keldim. Hop, qancha ekan o'rtoq? O'zi $500 kerak. Agar bo'lsa, yarmini berib tursang, kuch odib zo'rardim. Juda ham zarur. Tushundim. Adasi tinchlikmi? Kim ekan? Sher o'rtoq, ana mana mingsin. 2-3 oyda qaytarishing shart emas o'rtoq. Puling bo'lganda qaytarasan. Qaytarmasang ham roziman o'rtoq. Ha, adasi? Pulni berishga berib yorib, endi mamta ko'z yosh qilib, siqilib o'tiribsizmi? O'zingizga kerak ekan. Nima berib yordingiz? Men pul uchun siqilayotganim yo'q. Men pulga siqilmayman. Mani o'rtog'im, mani yaqinim, mani jigarim shunaqa ahvolga kelib qolgan ekan. Bir og'iz o'rtog'imdan, yaqinimdan hol-ahvol so'rab, xabar ola olmaganim uchun, o'rtog'im shu darajaga yetib kelgani uchun men o'zimni ayblab siqilyapman. Bor yo'qol ketgansan. Avvalo hech kim seni boshiga ish tushmasin. Ish tushsa agar boshiga chin do'stlari qochmasin. Qochsalar chin do'stlari yana bag'rin ochmasin. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan.